mashinani bexavotir haydash uchun sizda ikkita sug'urta bo'lishi shart. Ya'ni siz mashinangizni boshqarayotgan vaqtingizda mashinangizga nimadir zarar yetadigan bo'lsa, ustiga biror narsa tushib ketsa yoki biror joyga urib olsangiz, mashinangizga yetgan zarardan himoya. Ikkinchisi esa mashinani boshqarayotgan vaqtingizda boshqa birovning mashinasiga urib, unga zarar berishingiz oqibatida unga yetgan zararni siz emas, boshqa bir himoya orqali qoplash bo'lishi shart. Bu ikkisi majburiy va ixtiyoriy sug'urta orqali amalga oshiriladi. Bugun sizlarga ikkita sug'urtaning eng asosiy farqlarini tushuntirib beraman. Ixtiyoriy sug'urta sizning mashinangizni sug'urtasi hisoblanadi va mashinangizning ustiga bir daraxt tushib ketadigan bo'lsa, zarar ko'rsa, ixtiyoriy sug'urta qoplab beradi. Mashinangizni orqaga yurayotgan vaqtingiz biror joyga urib olsangiz, ixtiyoriy sug'urta qoplab beradi. Yo'l transport hodisasi sodir qilsangiz, yo'l transport hodisasida mashinangizga yetgan zararni ixtiyoriy sug'urta qoplab beradi. Majburiy sug'urta esa mashinangizni boshqarayotgan vaqtingizda yo'l transport hodisasi sodir qilib, aybdor bo'lib chiqsangiz, sizning o'rningizdan bergan zararingizni qoplash uchun ishlatiladi. Majburiy sug'urta sizni o'zingizga yoki mashinangizga yetgan zarar uchun hech qachon hech qanday to'lov qilib bermaydi. Bergan ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, boshqalarga ham ulashib qo'ying.